Qizlar hozir sizlarga aytib o'taman, bu dezodorantimiz ko'pchilik so'ragan dezodorantlardan biri, ya'ni davolovchi. Juda ko'pchilik aytadi, ayniqsa 40 yoshdan keyin. Yoshlarda ham ko'p kuzatiladi, asosan gormonal o'zgarish bo'lganda. Dezodorant ishlatadi, lekin hidlanadi, ya'ni noxush hid keladi, lekin dezodorant ishlataman doim deb aytishadi. Ana shular uchun davolovchi hisoblanadi bu antiperspirantimiz. Yuvinsangiz ham, masalan, har kuni yuvinsangiz ham, lekin bir kun surgan bo'lsangiz, har kuni yuvingan taqdiringizda ham 4 kungacha sizda terlash bo'lmaydi va hech qanaqa hidlar qolmaydi. O'zi bitta ishlatganingizni bilasiz. Bu davolovchi antiperspirant hisoblanadi. Hozir skidkada bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Butunjahon Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan aptechniya.